Assalomu alaykum qizlarjonlar. Hozir yana qolipimizni quyishni boshladik. Birinchi spirtlar ahvolim yaxshilab. Hozir buni boshqa qilmoqchiman va sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Qizlarjonlar ozgina gramda buni solib oldim alohida. Chunki nimaga desangiz, men bunga zarb qo'shmoqchiman, boshqa qilmoqchiman. O'zi qilaversalaringiz, bunga perchatka kiyib ishlash kerak. Men perchatka qolmaganligi sababli bez perchatka ishlashga majbur bo'ldim. Chunki zakazim srочный zakaz bo'lganligi sababli qilib berishim kerak. Qo'llaringizga biz qilgan xatolarni qilmasligingiz uchun men sizlarga ochiqcha ko'rsatyapman. Qizlarjonlar, yana o'ylamangizlar. Ko'p kommentariyaga yozishdiki, sen qila olmaysan, chichib qo'yding deb. Ana shu yozganlarga iltimos sizlardan, sizlar ham, men ham gapirish niyatim yo'q, sizlarga ham tavsiya beramanki, video qilib ko'rib, o'z bizneslaringizni boshlasangiz, buni mashaqqatini, buni kamchiligi va ko'pchiligi borligini ko'rsatib, qilishlaringizni tavsiya etsam, biz o'zimizga o'zlaringiz qo'yib ko'rgan bo'lardingiz va kommentariyaga bunaqa gaplarni yozmagan bo'lardingiz. Chunki perchatka bo'lsa bo'lmasa, buni mashaqqati, buni mehnati bor, o'ziga yarasha shuni qilish oson emas. Ayniqsa ayol kishi yozganga hayron qolaman-da. Ham bola chaqasini eplab, ham o'z biznesini, ham o'zini ro'zg'origa ozgina bo'lsa ham yordam tegishiga masalan men xursandman. Chunki yordamim tegyapti ro'zg'orimga. Sal kammi ko'pmi? Xudoga shukr, ro'zg'orimga bo'lib turibdi. Ayol kishilarga iltimos qilib aytaman, yozishingizdan oldin men o'rnimga o'zingizni qo'yib ko'ring. Lekin bu narsani hammaga taklif etaman. Juda ham yaxshi biznes ekan, foydasi bor. Keyinchalik sizga hozir bilinmasligi mumkin, lekin keyinchalik o'zingizga bilinadi. Mana shunday qilib aralashtirib oldim, ko'rib turganlaringizdek. Mana aka. Rosa chiroyli, bu juda ham chiroyli ekan. Ehtiyotkorlik bilan yopishqoq bo'ladi. Ehtiyotkorlik bilan g'ildiga quyib olamiz qizlar. Mana shunday qilib quyib olib, hamma joyga bir xil yetsa, juda ham chiroyli ekan. Juda ham men buni podarkaga va shem chiroyli, juda chiroyli. Mana aka. Quyib oldim go'zallarim va tezlik bilan salga to'g'roq deb aytishgan, salga to'g'roq qilamiz. Voy, sachrab ketdi. Mana shunaqa xatolarim bilan video olishda qaror qildim. Shu xatolarni, qilgan xatolarni sizlar qilmasliklaringiz uchun. Mana shunday qilib aralashtirib, yaxshilab aralashtirib olsangiz, mana shunaqa rang kelib chiqadi, ko'rinyaptimi? Keyin qoshig'imni ham gapiribsizlar. Go'zallarim borni qilyapman. Yo'qda hech qayerdan topib men qila olmayman. Uyimda ro'zg'orimda nima bo'lsa, o'shani qilib chiqaryapman. Buni tekisroq joyga qo'yishlaringizni tavsiya beraman, chunki nimaga desangiz, qiyshayib qolmaydi. Endi qilishni boshlaganlar masalan qotmasa, bir kun o'tgandan keyin qotmasa, xavotir olib, ishlaringizni siqib yotmangizlar. Bu 2 kun, 3 kunga ham qotishi mumkin. Hozir bitta cho'pakcha olib kelib, mana bularni to'g'rilaymiz.